теряю корни, улетаю в небо. Ekonomistlar, jurnalistlar ko'p. Mamlakatga injenerlar kerak. 4ga berib, kerak vaqtida sehrli shapakam berib o'qitganlar. O'zbekistonda kelaman deb, shuni kelamda bir megalomaniakskiy bir fikr paydo bo'ldi. Aynan Xorazmning bolalari masalan IT bo'yicha dim kuchli. Talaba uchun, aynan bakalavr talaba uchun chegara yo'q. Men gamerman, to есть, vaqt ko'p, pul yo'q. Lekin bu bizani to'xtatib turgani yo'q. To'xtatmagan ham to'xtatmaydi. Ilmiy izlanish, rivojlanish astan paydo bo'ladi. Bu birdan shunday bo'ladigan narsa emas. Hozirgi kunda odamlar iPhone 17 ni orzu etib o'tiribdi. Jentracha bilan. Assalomu alaykum. Bugun bizlarning Ranch podkastimizda yangi mehmonimiz Xudoybergenov Timur Arturovich. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Timur aka, men sizni ko'p vaqtdan beri bilaman, ko'p vaqtdan beri donishmiz, lekin galing hozir birinchi o'chirda o'zlarimizni muxlislarimiz, o'zlarimizni podpishchiklarimizga birinchi o'chirda o'zingizni donishtirib o'tsangiz, kimsiz, nima bilan yedilar и так далее. Meni yeyish shart emas, men keksa emasman birinchidan. Ismim Xudoybergenov Timur Arturovich, texnik yo'nalishda, IT yo'nalishida dotsent, PhD, kommunikatsiya texnologiya kafedrasida dotsent bo'lib faoliyatimni olib boryapman va Citron R&D laboratoriyani, ya'ni Research and Development laboratoriyani asoschisi. Qisqa holatda shu bo'ladi, конечно же. Birinchi o'chirda Timur aka, sizni tabriklayman. Bugun 40 yoshga kiribsiz. Именно в самом расцвете сил desa ham bo'ladi. Грустный праздник день рождения. Это не грустный праздник, это хороший праздник. И поздравляю вас именно с вашим днем рождения. Желаю вам счастья, успехов побольше, еще больше, так сказать. И основной bizning tematikамizga tushib ketsak ham bo'laveradi. Timur aka, siz bizda ishlaysiz, Ranch universitetida dars berasiz и o'zingizni bu yerda laboratoriyangiz bor. И shu sohaga sizni qiziqishingizni kim yuragingizga solgan? Birinchidan men aytib qo'yishim kerak, 11-klassgacha men umuman boshqa yo'nalishga o'qishga topshirgan edim. Niyatim xalqaro jurnalistika edi va yoki xalqaro ekonomik aloqalari. Lekin 11-klassda bitta maktab o'qituvchisi bilan gaplashganman, Anatoly Grigorich. U menga bitta savol berdi, kim bo'lib bo'lajaksan, nega o'qishga kirjaksan? Men shu narsani aytib berdim. Men diplomatiya universitetiga kirjakman. O'ylandi, yana bir diplomat deb aytganda, ya'ni men tushunmadim savolni, nechun shunday deb aytasiz, tushundim javobni. Shunday aytasiz deb ekonomistlar, jurnalistlar ko'p. Mamlakatga injenerlar kerak degan savol javob berdi-da shu vaqtda men o'ylanib qoldim. Birinchi asosdan balkim shu bo'lgan. Именно shu ustozingiz boshlaganda. Boshlagan. Undan tashqari bir nechta ta'sir qiluvchi faktorlar ham bo'lgan. Masalan, o'zimning ammam to'sh taklif qilgan vaqtda Uznurabita kompaniyasi eng birinchi mobil operator paydo bo'ldi. Shu taklif qildi, может быть, mobil operator uchun aloqachi bo'lish kerak, shunga topshirib ko'rasan degan. O'ylandim, balkim nima uchun yo'q. Bu yerda yana bir faktorni aytish kerak. Balkim men sal o'zimni qiynashni yaxshi ko'raman bu dunyoda. Shu sababdan men o'zimda nima desam, bir narsa qilib bilmaydigan bo'lsam, o'zimni qiynab majbursan, qo'lingdan shu keladi, chunki boshqa birov shu ishni уже aytgan deb, o'zing bilmaydigan sohadan kirib ko'ramanmi, o'rnib bo'lsam, o'tamanmi, qo'lingdan kelami yo'qmi, sino deb shuning o'zimga shartlarni hamisha qo'yaman-da. Shu sababdan men matematikani yaxshi bilar edim, fizikani unchalik yo'q. Shu sababdan o'zimga qo'limga olib universitetga kirishga harakat qildim. Chunki texnik yo'nalish haqiqatan kirish uchun qiyin edi. Urinib ko'rdim, o'tdim. Shundan yana shu yo'nalishdan umuman bir soniya ham afsuslanganim yo'q. Shu vaqtgacha. Hozirgacha.
Temur aka, hozir endi o'qishga girdim dedingiz. Konkretno nere o'qishga girdim shu vaqt? Men Toshkentda Toshkent Ag'borot texnologiya universitetiga o'qishga kirganman и fakultetim telekommunikatsiya, ya'ni aloqa. Aloqa fakultet, men aloqachiman. И diplom bo'yicha mutaxassisligim ma'lumotlarni uzatish tizimlar va tarmoqlari, ya'ni xalqaro va shaharlararo magistral potokovый, oqimlar, ma'lumot oqimlari. Именно bu sizni bakalavr yo'nalishingizdagi spesialnostingiz. Именно magistraturada ne? Magistraturani men Tatuni Urganch filialida bitirganman, bu yerda Urganchda. И soham nomi вообще-то uzin, kompyuterlar, EXM, tizimlar, tarmoqlar va komplekslarning matematik va dasturiy ta'minot degan. Shuning yo'nalishimiz bor. Bitta yo'nalishning nomi uzin. Bir yo'nalish aqrang, dissertatsiyangizni nomi emas axir. Yo'q, dissertatsiya nomi undan ham uzin edi. Menimcha aytishimiz. Shu filialda o'qishni bitirib, dальше PhD ga kirganman. Birinchi aspiranturam 2012-yilda tamom qilgan. Sababi 2012-yilda avvalgi prezidentimizning qarori bilan PhD, ya'ni aspirantlarni u vaqtida aspirant yo'nalishlarini yo'qotib, faqatgina doktorantura qoldirganlar vaqtinchalik. Shu vaqtida bizning ishimiz, birinchi aspirant ishimiz bekor bo'ldi. Afsuski, men uni bitira olmadim. Undan keyin men PhD ni уже chet elda o'qib kelganman. Chet el deganingizda qaysi elga ketdingiz? Men Janubiy Koreya Seul shahriga ketganman. Seoul Tech, ya'ni Seoul National University of Science and Technologies, ya'ni Seoul Milliy texnik va fan va texnik universitetida o'zimni PhD yo'nalishimni himoya qilganman. Именно uana ketishda siz ketish uchun birinchi o'rinda til bilimi kerak. Til bilamanda muammo yo'q. Meni maktab o'qituvchilarimga katta rahmat. Ingliz tili, rus tili va o'zbek tili bilan bunday hech qachon muammo bo'lgan emas. Именно qaysi maktab o'qituvchilari? Krupskiy maktabni bu yerda Urganch shahrida. Meni ustozlarim haqiqatan ajoyib ustozlar, haqiqatan ajoyib insonlar edi. Men ustoz demayman, inson edi. Haqiqatan bizlarga yordam berib, dörtga berib, kerak vaqtida sehrli shapaqam berib o'qitganlar. Endi ko'proq shu vaqtlarida sehrli shapaqa berganlar ataklaga. Men yaxshi o'qiganman. Men yaxshi talaba o'qiganman. Yaxshi, ishondik axir. Хорошо. Именно, ладно, sizni til bilishingizdan muammo bo'lmagan. Nechun именно Koreyaga ketdingiz? Bu yerda просто voqea shuning hadisha shunday bo'lib qoldi desak bo'ladi. Sababi men birinchi marta O'zbekistonning chegarasini buzganimda 2014-yil malaka oshirishga Janubiy Koreyaga borganman. Bu birinchi chetga chiqqan davlatim edi. Shu malaka oshirish davomida men ko'p zo'r, kuchli professor o'qituvchilar bilan tanishganman. 2014-yildan keyin 2016da ular O'zbekistonga keladi, biz ularni mehmon qilamiz. Mehmon qilganimizdan keyin yanada ko'p birinchi professor o'qituvchi bilan tanishib qolaman. Ularni qilib turgan ilmiy ishlari, yo'nalishlari, в частности, IOL yo'nalishi, ya'ni oddiy ko'rinadigan yaxta, ya'ni svet diapazonida ma'lumot o'tkazish mavzu muaddam yoqib qoladi. Shu sababdan men уже intilib boshlayman, aynan shu yo'nalishni o'rganib O'zbekistonda kelaman deb, shuning kelamda bir megalomaniakskiy bir fikr paydo bo'ldi. Shu sababdan men aynan shu men o'zim o'qitgan professorimning yoniga, laboratoriyasini o'qishga kirishga harakat qildim. Temur aka, hozir endi shu vaqt bilan, shu vaqtning Koreyasi bilan hozirgi zamonni O'zbekistonni solishtirsak, katta farqmi? Qaysi ma'noda? Texnический progress bo'yicha. Agarda men yaqinda bitirganman, то есть men universitetni 2020-yilda bitirib, 21-yilda o'sha qaytib kelganman O'zbekistonga. Qaysi ma'noda degan savolda texnik rivoji. Masalan, agarda MyGo sistemalarini oladigan bo'lsak, plus minus bir xil.
Transport sistemasi to'g'ri bizada muammoroq, lekin shunga intilib turibdi. Masalan, Toshkent shahrida hozir plus minus o'xshash. Prinsipi rivojlanish O'zbekistonda bor, yaxshi bilan rivojlanish bo'lib turibdi. Bir narsani yoddan chiqarmaslik kerak. Koreya o'zini ekonomik ahvoliga kamida 30-40 yil oldin boshlagan o'zini yo'lini. Balkim bizada bu narsa sal tezroq paydo bo'ladi. Men shuni niyat etaman. Shu yerda yaxshi niyat qilib turibman. Ну, если o'ylanib qarasangiz, hozirgi vaqtning o'zida bizlar ham boshqa davlatlarga nisbatan progressimiz kuchli bo'lib turibdi deb o'ylayman. Haqiqatan. Начнем дesa bizlar уже как на русском вообще gaplaganlarida семимильными шагами boryapmiz deb o'ylayman. Texnik progressda. Aynan IT sohada albatta plus bizani aynan Xorazmning bolalari masalan IT bo'yicha dim kuchli. Bu narsani tan olish kerak. Bu maqtash emas yoki podkast uchun birorta narsani aytish emas. Haqiqatan men o'zim xursandman bu narsadan. Bizani talabalarimiz, bizani biz o'zimiz o'qitib turgan bolalarimiz kuchli darajalarga yetib turibdilar. Kuchli narsalarni yasab, qaytadan yasab qilib turibdilar va o'zini biznes ishlarini rivojlantirib turibdilar. Ну да, уже прогресс bor. Progress ajoyib holatda bor. Bir narsani tushunish kerak-da. Masalan, bu gaplarni men o'zi aytganman bir intervyuda O'zbekiston 24 kanali uchun. Ko'p odam o'ylanib o'tiribdi. Chetda bularda hamma vaj bor. Yo'q. Bir narsani tushunish harakat qilinglar. Men o'zimni rahbarim professor Chajaysanning qo'lida ishlagan laboratoriyamizda 2 ta Vyetnamlik, 1 ta Hindistonlik, 5 ta O'zbekistonlik talabalar bor edi. Jumladan 4 tasi shularning hammasini plus 4 tasi koreys. То есть bir narsani hal qilinglar, tasavvur qilinglar, barcha ilmiy izlanishni chet elliklar qilib turibdi. То есть bizadin, o'zimizdan bolalar harakat qilib turibdi. Chet elda masalan Hindistonlik, Vyetnamlik bolalar тоже, prostorak so'raganda bir kolxozlardan kelgan bolalar ilmiy izlanish qilib turibdilar. Endi kolxoz deganda men yaxshi marada, то есть qishloqda o'qib yurgan bolalar masalan Vyetnamlik bolalarimiz bor edi. Umuman markaziy mamlakat shaharlardan kelgan emas bolalar. То есть shu narsani biz prosta to'g'ri deb qabul qilishimiz kerak. Kim qilib turibdi bu ilmiy izlanishlarni? O'zimizning bolalar, bular zo'r natijaga erishib turibdi. То есть shu gapni tasdiqlayajak edim. Вот endi hisoblab qarasangiz, bakalavr davridan nechgadan bo'lgansiz? Men hozir ham faol odamman, aktiv, harakatchan, harakat qilib turibman. Hamma narsaga qatnashish, aynan o'zim soham bo'yicha, afsuski уже avvalgidek kuchimiz yo'q. Mayli. Yo'q, Yapondan emas, aktivniy edim. Masalan, o'zimni fakultetimda, telekomda barcha 2 kurs fakultetni vaqtida bir tashkilot bor edi, Kamalot degan, shu Kamalot yetakchisi edim. Ko'p izma-keyinlik qiladigan harakatlarimiz bor edi, KVZchi edim. Plus gitara chertib Сильно исходе Играла точно раны Песни группы корни Отстой такой поганый Но даже этот фуфел Спасает без сомнения Сплиновская крутая Манера исполнения А я теряю корни И улетаю в небо Qo'shiq qaytaradik. Ko'p narsa qilganmiz. Bir narsani tushunish kerak, talaba uchun, aynan bakalavr talaba uchun chegara yo'q. То есть, vaqt ko'p, pul yo'q. Lekin bu bizani to'xtatib turgani yo'q. To'xtatmagan ham, to'xtatmaydi. Hech qachon. То есть,
ko'p nima desam oddiycha aytganimizda stop kranimiz yo'q edi. Ko'p narsani qilganmiz, kompyuter klublarda o'yin o'ynaganmiz. Birinchi, masalan, Xorazmda u vaqtda birinchi gaming klublarni birinchi komandalarni sborka qilib, u vaqtda 1.6 Counter Strike bor edi, uni o'ynar edik. Universitetdan shu, plus o'zimizda strategiya o'yinlar bo'yicha отдельный gruppamiz bor edi, komanda do'stlar bilan. Zaryadlangan yo'q edi vaqtida. Endi Kazaki, Warcraft 3, kimdir balkim yodimda bor edi. Age of Empires dasturlar bor edi. O'yinlar bor edi. Shularni o'ynar edik. С возрастом qolib ketadi ba'zan. Yo'q, men gamerman. До сих пор. Lekin, конечно, sitevой o'yinlarni nisbatan kam o'ynayman hamda balkim reaksiya уже unchalik emas. Balkim. Shundan топ средний уровень. PSMS топ средний. Среднийni to'pi. To'pida balkim. Albatta bizdan hamisha yaxshi ishlaydiganlar, yaxshi o'ynaydiganlar bo'ladi. Shundan shoh bo'lganmiz. Hamma narsani o'rganishga harakat qilamiz. Ham ilmiy, ham shaxsiy, ham qiziqarli yondashuvlarda. Именно bakalavr davringizdagi hayotingizda qiziq hodisalar bo'lgandir. Masalan, biz narушитель bo'lganmiz. Oddiy misol, bitta ajoyib inson bor edi, ajoyib o'qituvchimiz, Betson Gennadiy Fransovich, falsafachi. Shuni bilan bir voqea bo'lgan. Birinchi semestr, men o'zida 2 semestr bo'ladi. Как положенный darsga qatnab, ham o'zini a'lo bahamni olib ketganman. Ikkinchi semestrda adam zerikarli bo'ldi leksiyalari. Shu sababdan biz yo'qlamadan o'tib, keyin 4 oyoqlab, emeklab, yugurib chiqib ketar edik. Xonadan, işte auditoriya katta, potokimizda 127 talaba, o'qituvchini nazoratidan chiqib ketish ansat. Где-то 10-15 odam biz просто yugurib chiqib ketar edik darsdan. Bir voqea, xuddi shu ahvol, chiqib borayotirman, emeklab, eshikni oldiga kelgan vaqtimda ikkita oyoq turtdim. Depaga qarasam, zamdekan. Lekin zamdekanimiz meni sotmadi. Tan olishim kerak, Toshkentda o'qiganimda zamdekanimiz qo'shko'pirladi. Lekin свояк землякda yani. Eng qizig'i, u men Xorazmlik ekanligimni men уже 4-kursning 2-semestrida, ya'ni 8-semestrga kelganimizdan keyin bildi. Sababi men rus gruppada o'qidim. Aytib turibman-ku, men shu bo'lganim bilan unchalik patrat topadigan bola emas edim. Shu sababdan o'dacha bilganim yo'q. Desa, yordamim kerak bo'lsa deb, hamma muammolarni o'zim yechishga harakat qilar edim. Timur aka, hozir siz Ranch universitetida nechik bir desak bo'ladi, ishlarni olib borib turibsiz? Вообще ishlarimizdan ko'p. Hozir eng asosiy ish bu laboratoriyada, Citron laboratoriyada faoliyat olib borayotirmiz. Bu yerda ilmiy izlanish bor. Plus bir nechta grant proyektlarning ustida ishlab turibmiz. Endi hozircha e'lon qilib turish qiyin, sababi berganimdan beri hali birorta grant до конца utmadik, то есть hali tasdiqda turibmiz. Oxirgi bosqichda desak bo'ladi. Hozirgi vaqtda oxirgi bosqichda 3 ta grantimiz bor. Eng qimmatbaho granti hozir aytilgan narxi 2 milliard 67 million. Eng arzoni 1 milliard 87 million shuning grantlarimiz bor. Ikkinchisi 1 milliard 670 million, shu plus minus shu. Biz uni kutib turibmiz, faqatgina agentstvoni rahbarlari imzo qo'yishi kerak. Imzo qo'yilgandan keyin bizlarga byudjet ajratiladi, to есть oxirgi etapda turibdi ular. Bu narsadan tashqari shogirdlar bilan ishlab turibmiz. O'zimda 3 ta PhD shogirdim mavjud, plus bakalavrlar. Plus undan tashqari hozir bilmayman, bilasizmi yo'qmi, o'zimiz inisiativa bo'yicha 08-xonada IT bo'yicha laboratoriya ochildi. То есть bu yerda чистый софтовик, ya'ni dasturiy ta'minotni ishlab chiqaruvchi guruhimiz mavjud. Rahbari meni shogirdim Bekmurod.
Muratov. O'zida hozir 5 ta talabamiz bor. O'zimizni talabamiz, bizning fakultetimizda, kompyuter injinirik yo'nalishimizda 5 ta talabasi magistraturada o'qib turgan talaba bepul o'qib turibdilar, ham ranchdan oylik olib turibdilar. Dasturiy ta'minotni ishlab chiqarish bilan shug'ullanib turibdi. Hozirgi vaqtda kamida 3 ta katta loyihani olib boryaptilar. Natijada bu soft bilan barcha foydalanib boshlaydi, ranchdan boshlab. Eng birinchisi va hammaga balkim qiziq bo'ladi, Ranch IDda yo'nalishni, Ranch IDda dasturiy ta'minotni ishlab chiqdik. Уже обкатка deyiladi, ya'ni oxirgi etapda обработка qilinib turibdi hozir. То есть как ham ximiyazga kirish, hamda ichki ma'lumot almashish, o'zimizni как бы внутренний ID служба bo'ladi, ID sistema bo'ladi. Xuddi MyID O'zbekistondagi ID sistemaga o'xshab. Faqatgina o'zimizning xodimlarimiz, talabalarimiz bor. Foydalanishi uchun bo'ladi. No, endi agarda bu уже более расширенный variantda chetga chiqsa ham bo'ladi bu orqali. Dasturiy ta'minot, rahbarimizning plani, rejasi ham shu, o'zi dasturiy ta'minotni ishlab chiqarib, registratsiya qilib, patentlarni olib sotish. Natijada nima uchun yo'q, ajoyib g'oya. В принципе, совмещать полезное с удовольствием, так сказать. Bir mamlakat Hindiston o'zi faqatgina shundan yo'lini ko'rib o'tiribdi. Nima uchun biz qilib bo'lmaymiz? To'g'ri. Odam aytganni odam aytadi. Tim bo'li o'zbeklar. Albatta. Albatta. Timur aka, hozirgi o'sha tendensiya, rivojlanish tendensiyasini qarab turib, bilsangiz GPT degan narsa kimga qaramasa hammani qo'lida bor. Neurosech hamma yerda bor. Neyrotor bu qiziqarli mavzu. Buni bo'lak отдельно gaplashsak ham bo'ladi. O'tgan yili oktyabr oyida как раз таки shu masalasida Chennayga, Indiya, Janubiy Indiya, Chennay VIT universitetiga borganman, sammitga. Bu sammitda 16+ mamlakat qatnashgan. Undan birisi O'zbekistondan 3 yerdan vakillar keldi, Toshkent, Samarqand, Xorazmdan. Shu yerda Kras bu sammitda o'zim chiqib, shu o'zimning fikrimni tushuntirib, netib qo'yganman. Shu yerda bir zo'r, nima desam, bir gapni tushuntirganman odamlarga. Meni shaxsiy fikrim bo'yicha neyrotor bu zo'r narsa, lekin uni qo'llashni o'rganish kerak. Chunki oldin bizlar bolalarga bilimga yo'nalishni beradigan bo'lsak edik. Hozirgi zamonda bizlar talabalarga qanday qilib bilimga yetib olish mumkin degan yo'lnomani o'rgatishimiz kerak. То есть sababi hozirgi vaqtda bilimni olish juda ham oson bo'ldi. Eng qiziqi bir yeri bor-da, har bir tangani ikki tomoni bor deganda, bilim olsa bo'ladi. Xohlagan vaqtingizda, xohlagan uslubda, lekin bor. Nechun amindiribdilar? Balkim kerakmaydidir ularga hozircha. Bir narsani tushunish kerak-da, odamda yetarli darajada motivatsiya bo'lishi kerak. Motivatsiya ikki turli bo'lishi mumkin. Birisi hayotdan zarur, uning vaqtidan majbur odam bu narsani qilmoqqa. Ikkinchisi, men qiziqib turibman. Uyda bo'sh yotmaying. Masalan. Yo'q, bu yerda ikkinchi tomon ham bor. Balkim действительно qiziqib turibdi, odam o'rganjak. O'zining intilishi, harakati haqiqatan bor. Buning koeffitsiyenti uning shaxsini haqiqatan kam hozirgi vaqt. Menimcha bu zamonni talabi bo'lib turibdi. Sababi hamma narsa tezlashib turibdi, ускорение bo'lib turibdi. Shorts va reelslar bu как раз таки shuni yarchash misol. Shularning eng tiniq misollari. Baribir bu narsa уже mavjud. Uni yo'qotib bo'lmaydi. Usiz уже odamlar o'zini hayotini tasavvur etib bilmaydiribdilar. Minuslar ko'p. Albatta, pluslar ham bor. Bir narsa tushunish kerak. Masalan, avtomobillar paydo bo'lishidan oldin bir to'da ish o'rinlari va mehnat turlari bor edi.
Masalan, yine bu atna Podkovasini. podkovasini qiladigan odamlar, Kuznetsy. keyin demir bilan ishlaydigan odamlar, veterinarlarni ishi dim ko'padi nisbatan hozir oladigan bo'lsak. Undan tashqari albatta arbani qiladigan odam bor edi, ya'ni taxtachi, mo'j va kazo. Buning shaxslari soni dim ko'padi. Nav o'zgardi. Mashinalar paydo bo'ldi, hamma qichqirgan, "Ey, portlab ketadi, benzinning ustida o'tiribsan, va kazo. Ishuninglar yonib ketadi, odam o'ladi, tutun yerni bosib oladi." Toshkentda shu voqea bo'lib turibdi, mayli. Buni haqida gapirib turganimiz yo'q. Masalan deyman-da. Lekin e'tibor beringlar, to'g'ri, bu kasblar, bu yo'nalishlar hozir yo'q. Ondan boshqa yo'nalish va kasblar paydo bo'ldi. Правильно? Masalan, mashina injenerlari, dizaynerlari, xavfsizlik injenerlari va kazo. Shuni nisbatan katta yirik konsernlar paydo bo'ldi. Milliardlab odamlar ishga tushdi. То есть Ma'lum bir miqdordagi sohalar hayot yo'qoldi. tezlashdi. Da. O'rnina boshqa sohalar, lekin уже более globalniroq ahvolda keldi. Global holatda keldi. Правильно. То есть bu yerdan xuddi shu vaziyat bo'ladi, chunki tariximiz siklik. Xalasak ham, xalamasak ham yangi narsa paydo bo'lgandan keyin yana eskilashib ketaveradi. boshqa narsa eskilashib, balki butunlay yo'qolib ketadi, lekin undan boshqa narsa paydo bo'ladi. То есть agarda mendan so'rasangiz, o'zingizni ishingizni yo'qotishdan qo'rqmaydi turibmisiz? Yo'q. Sababi biz uni ishlatishni ham yaratishni ham bilamiz. Shu sababdan bizlarga ish hamisha bo'ladi. Shunda значит, именно kompyuter injiniring taraflama ketgan ma'qul deyaksizmi? Yo'q, nafaqat bir narsani tushuninglar. Haqiqiy injenerning ishi farqi yo'q. U dastur yozami yoki qo'l bilan mexanik qismlarni yozimi yoki yana bir narsa. Sanoat emas, san'atga yaqinroq bo'ladi. Sabab haqiqiy injener, yetakchi spetsialist, u ko'pinchakli faraz qiladigan san'atkor. Sizga ChatGPT ma'lumot berishi mumkin. So'ragan vajingizni chizib berishi mumkin. Lekin faraz qilib birorta narsani o'zi o'ylab topishi, afsuski, imkoniyati yo'q buni. Hali imkoniyati yo'qdir. Bo'lmaydi. Nechun? Bir necha faktorlar bor, balkim axirroqda silkani tashlab berishi mumkin. Bu men aytgan gaplarim emas. Bu psixologiya olimlari ham aytgan. Chunki faraz qilish bir-birisini mos kelmaydigan detallarni mos keltirish bu faqatgina insoniyatga tegishli xususiyat. Значит, bir de сознание, понятие degan tushunchalar bo'lishi kerak. Menimcha shu, albatta. Ну, если o'ylanib ko'rsak, agarda o'ylanib ko'rsak, yaqinda Xitoyda bizani так сказать, Homo sapiens qarindoshlarimiz nechik bo'ldi? Robot yaratildi. Да, видели? Гуманоидный робот, очень подвижный, прям chiroyli yasalgan. И плюс Rossiyada chiqqan varianti bor. Ko'rgan bo'lsangiz, Idol degan robot edi, если не ошибаюсь. Да, kalla tashadi. Nechun именно kitayцы, o'zlarimiz Xitoylik, так сказать, hamkasblarimiz desak, robotlari zakonga chiqib turibdi, yaxshi chiqib turibdi. Именно Rossiyaga nisbatan. Bir narsani tushuntirishga harakat qilaman. Bular barcha marketing elementlari bu boshqariladigan elementlar hisoblanadi. Chunki o'zimni shogirdlarimni ben o'tgan yil bu yil sentyabrda как раз ICTV'ga yubordik. Valla geçerek bana gölgelerinden Telegram'da şarikini tumolakını verip turibdilar. Как раз таки китайский робот. Kitaydan gelen telekommunikatsiyani taklif qiladi. Taqdimlab turgan robotni ishga tushiradilar, u yurib to'g'ri devorga kalla qo'yadi. Точно shunday voqea. Xitoylar сразу uni o'rab olib qo'ydilar. Bir narsa tushunali. Kimnikidir zo'r, bizaniki chalaroq, biza qilib bilmaymiz degan narsalar balki aytish mumkin. Nerda qilib bo'lmaydi, uni nerda rivojlanish bo'lmasa, kimdir bu narsani harakat qilmasa. Любой harakat hamisha baribir, даже
kichkina balani oladigan bo'lsak, normalniy yugurish boshlashdan oldin u bir necha marta yiqilib tushadi. Chunki u yurishni o'rganishi kerak. Bu yerda ham xuddi shu ahvol. Kimnikidir zo'r, kimnikidir chalarak, pastroq darajada, balkim yetarli darajada ta'minlamaydirman. Balkim yetarli darajada ustoz shogirdlari yo'qdir. Balkim yetarli darajada texnikaviy asnosheniyasi yo'q. Masalan, bir narsani tushuninglar, hozir eng yetakchi kompaniya Boston Dynamics AQShda. Ular hozirgi ahvoliga kelish uchun 1996-yilda o'zini harakatini qilgan. YouTube'ga girsangiz Boston Dynamics First Robots deb yozib qo'ysangizlar, videosini ko'rasizlar navdan boshlangan. Ular to'g'ri tayaka ulangan, ya'ni kontroller ulangan. Qadam-qadam, bosqich yuritib boshlan robotlarni faqat oyoqini, keyin qo'llarini, keyin birlashtirilgan variantini ishlatish harakat qilgan. 96-yildan hozirgacha. 29 yil bo'lgan shunda. По сути. То есть bu revolyutsion natija emas, bu evolyutsion natija. O'zini natijalari ular ilmiy jurnallarda, maqolalarda chiqaradilar. Kimdir shunday nima bo'lani natijalarini olib, ilmiy izlanishlarni o'zini sohasida qo'shib, bir ikki narsani o'zgartiradi. Ilmiy izlanish, rivojlanish astan-astan paydo bo'ladi. Bu birdan shunday bo'ladigan narsa emas. To'g'ri. Endi, конечно же, shutочный, то есть hazil tariqasida bir savol beraman sizga. Ko'rib turganingizda hozir sun'iy intellektlar ham rivojlanib turibdi. Robototexnika ham rivojlanib turibdi. Terminatorning birinchi qismini qachon yana boshdan kinoga tushirib oladilar? Shu yerda gulgulli javob berish mumkinmi? Ya'ni anekdot hisobida. Bitta anekdot, katta samolyotga butun professor o'qituvchilarni yig'nab, eshik yopilgandan keyin e'lon qilib turibdilar. Tak, professor o'qituvchilar, ushbu samolyot to'liq sizning shogirdlaringiz tomonidan loyihalangan hamda ignalangan. Shu vaqtda barcha o'qituvchilar yurib, turib, butun eshiklarni urib, sindirib, chiqib ketish harakat qiladi. Bitta oldinda o'tirgan professor gulib o'tiradi. Gulib o'tiradidan, stewardessa yoniga kelib, biroz so'radi, nima uchun siz gulib turibsiz? Nahotki o'zingiz shogirdlarga shunchaki ishonib turibsiz deb. Agarda deydi, ushbu samolyotni meni shogirdlarim loyihalagan bo'lsa deydi, bu samolyot даже derpolmaydi. То есть bir narsani tushuninglar-da. Bizlar hozir ko'pinchakli Terminator voqealaridan qo'rqmasligimiz kerak. Bizlar hozir savodsiz qolishimiz kerak. Bu muammo hozirgi vaqtda sal muhimroq. Oddiy misol, просто 60-yillarda odamlar Marsda koloniya qilamiz deb faraz qilganlar. Hozirgi kunda odamlar iPhone 17 ni orzu etib o'tiribdilar. Jentracha bilan. Shu sababdan aytganim, bizlar faraz qilishni yo'qotib turibmiz. Faraz qilishni unutib boshladik. To'g'ri. Temur aka, hozir endi o'z ish faoliyatingizni yuritib turibsiz, kerakli o'zlaringizga hozir yutuqlaringizga erishdingiz. O'zingizni 10 yildan keyin nechik tasavvur etasiz? 50 yoshlar odam. Eng qizig'i, real 10 yildan keyin 50 yosh bo'lasiz. Xudo xohlasa. Lekin yana nechik yutuqlarga erishaman deb o'ylaysiz? Nechik maqsadda harakat etasiz? Doğrusunu aytsam, men unchakli uzoq o'ylanib o'tirganim yo'q. Hamda nima desam, umumiy abstrakt maqsadlarim bor. Например? Maqsadlarim masalan, может, 10 yilning ichida professorchilikka o'tish, kamida 10 ta talabam PhD-ni zashta qilishi kerak. Bundan tashqari meni o'g'lim universitetga kirishi kerak. Xudo xohlasa. Masalan, men milliarder bo'lib ketishim kerak. Abstrakt masalalar qanday hali bilmadim, nima qilaman uchun тоже bilmayman. Balkim nima desam, yo'lni toparmiz u narsaga. Hozirgi vaqt qo'limdan kelib turgan narsalarni barchasini qilishga tayyorman shu abstrakt maqsadlarim uchun.
Konkret masala, konkret rejani men tuzmayman. Balkim bilasiz, Eisenhower degan shaxs bor edi. Da. Ikkinchi jahon urush AQShning ikkinchi Trumandan bo'lgan keyingi prezidenti. Keyingi prezidenti shuni aytgan bir ajoyib so'zlari bor. The plans are worthless, but the planning is everything. Ya'ni rejalar bema'no, lekin rejalashtirish bu barcha bor narsamiz. Глубоко, честно Sizning сказать. savolingizga javobni shunday deb bersam bo'lar. Timur aka, hozir imенно siz Ranch universitetida o'zingiz faoliyatingizni yuritib turibsiz. Bu yerdagi obstanovka nechik? Qaysi ma'noda degan savol? Ну, в первую очередь, talabalar orasında, именно преподавательский состав arasında, rahbariyat arasında nechik obстоятельстволар bo'lib turibdi? Ну, shaxsiy o'zimni shaxsiy ko'rishim shunday ahvol, imkoniyatlar ko'p. Talabalar, aqlliroq talabalar imkoniyatdan foydalanishga harakat qilib turibdilar. Afsuski uning talabalarimiz kamroq, lekin baribir rasmda zo'rlari bor. Shunchaki imkoniyatlardan, masalan, men o'zim shaxsiy o'qigan vaqtimda men arzu qilib bilmasadim unchalik. Men arzu etib bilmasadim, meni ko'zim bunga yetmaydi turadi. İşte shuning voqea bo'ladi bir kun. Hozirgi vaqtda imkoniyat bor bo'ladi. Harakat qilsinlar. Хотя бы даже internetdan foydalanish, laboratoriyaga girib foydalanish, kompyuterlar bilan foydalanib o'tirishda bu narsani biz arzu etmasak. Biz Tatuda o'qigan vaqtimizda bizlarda har kun 40 minutlik abonement bo'yicha dialab internetga dostуп bor edi talabalar. Ya, adashmasam kartochkamadi. Kartochka yordamida foydalanar edik. Tasavvur qiling. Hozir internet hamma yerda, mobil deysanmi, nima deysanmi, foydalan. Biza birorta ma'lumotni olish uchun kutubxonaga yurar edik, shunda o'tirib kitob o'qir edik, aks holda sen laboratoriya yoki boshqa narsani topshirmaysan. Hozir ChatGPT bor, vazifa badiiy natijani olasa. Ansat, senden gelecek bu narsani o'qib yodlab chiqish. То есть imkoniyat bor, lekin nima uchundir shu narsa bilan foydalanmaydi turibdilar talabalar, men shunga hayronman. Bu talabalar имеется в виду hamma talabalar. Barchasi, hammasi. То есть не только в нашем университете, butun но butun dunyodagi. Butun dunyo bo'yicha shu Hindistondagi sammitda aytgan gaplarimiz kiradi, shunga tegishli edi. Shuning uchun aytaman, agarda o'qituvchilar orasida o'qituvchilar haqida gapiradigan bo'lsak, qiziqarli voqea bo'ladi. Semestrning boshida bitta kun o'tkazdik, 3 avlod ustoz shogirdlar. Eng qiziqarli bo'ldi, kimni chaqiramiz, eng yosh katta o'qituvchilardan kimni chaqiramiz deb o'ylab o'tirdik. Keyin qarasak, o'zi 3 avlod bir xonada o'tiribdi ekan. Biz o'zimizni 3 avlod talabalarimiz, chunki bizda Sabirov Bahrom biz bilan ishlaydi. U meni birinchi universitetda men birinchi kelgan vaqtimda bola 3-kursmi, 2-kurs edi. Endi o'qishga ishga kirgan vaqtimda, to есть o'qituvchi hisobida. Keyin o'zi o'qituvchi bo'lgandan keyin уже Suhrab PhD o'qituvchimiz, тоже dotsent. U vaqtida endi student bo'lib turadi, lekin Bahrom bunga уже ustoz edi. Keyin Suhrab o'qib yurgan vaqtimda, уже o'qituvchi bo'lib kelgan vaqtimda Artyom o'qishda ishlab yuradi, biz bilan ishlab yuribdi. То есть u уже как 3-chi emas, 4-chi bosqich talabalarimiz bor, уже 4 avlod talabalarimiz bor ekan. Biz hammamiz ishlab turibmiz bu yerda. Hozir o'zimni, oddiy misol, o'zimni kafedra mudirim, o'zim o'qitgan talabam. PhD, doktorskiga qilgan shaxs, dotsent, kafedra mudirim. Bir narsani tushunishga harakat qilish kerak, qanday qilib bo'lishi kerak buning kollektivda. Yaxshi ustoz bo'lsangiz, sizni hamma hurmat etadi, hamisha отношениyadan ajoyib bo'ladi. Biz bu yerda katta muammo men ko'rmay turibman. Nauma yoqib turibdi. Bizlar barcha shuning kollektiv finalda aynan bizning kafedrani, boshqa kafedrani aytib o'tirmayman, bilmayman. Yolg'on so'zlamayin.
bizlar praktически hammamiz bitta g'oya bilan ish faoliyatimizni olib boryapmiz. Biror narsani rivojlantirish, давайте kafedrani yangi kafedra bo'ldik, paydo bo'ldik, yangi kafedrani rivojlantirali, talabalarni o'qitali, bir narsa o'rgantali ularga, o'zimiz ham o'rganali, ustoz shagird qilali jarayonni. Rahbariyat bo'yicha, rahbariyat masalan bizani hamisha podдержка qilib turibdi, shu yerda biza dim quvonib turibmiz. Sentrni berdilar, shu xonani berdilar bizlarga. 8-xonani aytishniklar uchun yaratib berdilar. Plus proyektlarimiz bo'yicha hamisha podдержка. То есть поддержка в виде финансирования bo'ladi. Nafaqat. Masalan, ko'pinchakli hujjatlarni ta'minlash, xatlarni chiqarish kerak. Ba'zi xatlarda rasmiy ishlarni rasmiylashtirish uchun ham juda ham katta podдержка bor. Bu tam yaxshi. Nachinda harakat bo'lib turgan yerda обязательно rivojlanish bo'ladi. Bu tabiiy hol narsa. Buni o'zingiz ham yangi aytib o'tdingiz. Именно shu universitetimizdagi o'zingiz nechik desam bo'ladi? Universitetimizni kelajagi nechik? Вот. Раньше kelajakimi? Да. Ну, kelajakni aytish qiyin. Men nima desam, falachib beradigan shaxs emasman. Agarda kelajakni haqida aytadigan bo'lsak, biz harakat qilamiz. Qo'limizdan kelinchakli. Shaxsiy men o'zim qo'limdan kelinchakli barcha harakatlarni qilaman, что birni to'liq holatda rivojlantirish uchun. Chunki bir narsani anglashimiz kerak. Biz barchamiz bir gemadamiz. То есть bir lotkadamiz. Agarda kimdir bu gemani o'ynatib boshlasa, agarda ag'darib bo'lsa, hammamiz suvga ketamiz. Shu narsani anglash kerak, shu narsani tushunish kerak. Hammamiz bir-birimizga podдержка qilib, bir-birimizni yordam berib, harakatlanadigan bo'lsak, muammo bo'lmaydi. Gema kerakli yetarli darajaya o'zi bizani olib boradi. O'zi hozir yana ko'rib turibsiz, shu yangi prezidentimiz saylanganidan keyin уже shuningdek izn berildi, da, что katta ko'pchilik viloyatlarda, по идее hamma viloyatlarda adashmasam, частные вузла, то есть негосударственные образовательные учреждения ochildi. И shu yaxshi bo'ldimi? Men bu narsada umuman hech narsa yomon tarafini ko'rmayman turibman. Sababi bor-da uni. Частный vuzlarni qo'li erkin. Qaysi ma'noda kerakli оборудование, mahsulot, laboratoriya, sharoit yaratish, tomonlama ular erkin. Qo'li bo'sh ularni. Hukumat universitetida ishlab yurgan vaqtimda eng yomon vaziyatni nima ko'rdik? G'oya bor. Talabalar ham bor. Yetarli darajada kuch ham bor. Ishni xohlab turibmiz. Podдержка yo'q. Finansiy podдержка yoki asoslangan podдержка. Shunday vaziyat bo'lgan. Bizani valgi universitetimiz rektorimiz bor, bizani ta'minlaradi, podдержка qilaradi, yordam beraradi. Lekin ba'zi xalqlarda shunday deb kelib, "Damlay shu narsani qilali, ina shu narsa ozgina kerak. Hammamizni yaratamiz" desa, Timur jon bilan berardim. Yo'q imkoniyatimiz. Nauda asos beraman men bunga. Bizda byudjet yo'q dedi. Shuning javoblarini men ko'p eshitganman-da. Odamlar yordam berajak. Odamlarning imkoniyati yo'q yoki haq-huquqi yo'q. Shu tomonlama частный vuzlara men qayil qilamanda erkinlik. Shu tomonlama zo'r. Shunda biz лишние волокиты yaxshi ideya bo'lsa, именно стоящая ideya bo'lsa, realizatsiya etish bu problema bo'lmaydi. Problema emas. Именно в частных vuzах. Bu dim yaxshi. Shundan kelib chiqqan holda sizningcha o'zingiz ham talaba bo'lgansiz, o'zingiz magistr bo'lgansiz, tim bo'lli hozir o'qituvchi professormisiz. O'zi talaba nechik bo'lishi kerak deb o'ylaysiz? Sizni ideal talabangizni aytganda. Menda ideal talaba aslida yo'q desam bo'ladi. Chunki har bir talaba unikal. Har kimga boshqa turli xil yondashuv kerak.
ba'zi holatlarda o'qituvchi, haqiqiy o'qituvchi talabani nima desam, endi yaxshi ma'noda aldab turishi kerak. Chunki ilmiy yo'la odamni shunday deb relsa qo'ygandan adam bu parovoz emas. Parovozga qo'yibda va yur dalshi deb qo'yish bo'lmaydi. Ba'zi holatlarda sal-pal aldab, doğrulab, harakat qilib da nima turibsan bu balada potensial borda. Aldab, sindab, doğru yo'lga qo'yib, aslan dürtga berib da, просто yurish emas. Izindan aslan borib bitirib turib turish kerak. Velosiped haydashni o'rganganda shunday tadbirlar точно shu variantda bo'ladi. Da, shu sababdan men savolingizga javob ideal talaba o'zida intilish bor talaba. Именно идеал talaba hamma uchunmi, ideal talaba siz uchunmi? Men uchun. Так как понятие идеала это растяжимая вещь. Не существует идеала, а именно lekin bir odam uchun o'zini ideali bo'lishi kerak. Men uchun, shaxsiy o'zim uchun buning talaba просто o'zini ustida ishlashni xohishi bo'lishi kerak. Xatolik etsin, men qarshi emasman u narsa. Lekin intilishni to'xtatmasin. Hozirgi zamonda imminent talabalarına gelip chiqadigan bo'lsak, o'zi hozirgi zamonni odamona gelip chiqadigan bo'lsak, men endi ko'p talabalar bilan men ham ishlayman, men ham o'zi o'qituvchi professorman. Shundan kelib chiqqan holda odam xato etishga qo'rqadidan shu ishni etasi kelib turibdi, lekin xato etishdan ham qo'rqib turibdi. Bu imminent shu narsa stop berib turibdi. Lekin imminent shuni etsa o'xshab ketish ham mumkin degan variant bo'lmaydi. Bu bir variant, ikkinchi variant men shaxsiy bor. Bu narsa sal boshqa elementi. Maqtan men turibman. Nafaqat qo'rqish ladna, qo'rqish bilan bitta kurashsa bo'ladi. Asosiy muammo bir narsa o'xshamadimi, все, men aytib bilaman, qo'limni pazachash. Yana shu narsa. Yo'q. Harakat qilinishi kerak. Harakat bu jarayon. O'xshamadimi? Yana o'rin. O'xshamadimi? Yana o'rin. Boshqacharoq podxod. Boshqacha podxodda. 5 minut, 10 minut emas, 20 minut emas. Ba'zi holatlarda bir necha yil kutish kerak. To'g'ri. To'g'ri. Bu yana bir bor, bu jarayon, non stop proses. Timur aka, hozir bizani, так сказать, podkastimiz ham oxiriga yetib kelayotir. O'zingizga, точнее, talabalarimizga bo'lgan bir o'zingizdan bir chiroyli gaplarni aytsangiz. Faraz qilishni o'rganinglar. Tasavvur qilishni o'rganinglar. Ham o'qib, ham anglab, ham eshitishni o'rganinglar. Qo'llaringizni tushirmanglar agarda bir narsa o'xshamasa, chunki sizlar endi birinchi bosqichdasizlar. Hayot o'zing harakat qilinglar. Meni yordamim kerak bo'lsa, bemalol 09-xona shu yerdaman. Timur aka, sizga katta rahmat bizning podkastimizda ishtirok etib berganingiz uchun. Sizlarni yana bir marta tug'ilganingiz bilan tabriklab qolaman. Конечно же, keyingi rubrikalarimizdan ham sizdan kutib qolamiz. Katta rahmat. Sog' bo'linglar.